Gulsanam Mamazoitovaning mana shu onajon degan qo'shig'ining bir jumlasi meni juda ham ta'sirlantiradi. Bir eshitib ko'ring. Otasi borlardan bekam etdingiz, sizni hech yo'qotmay, onajon sizni. Darhaqiqat, onajonlarimiz, xossatan meni onajonim ham meni otasiz katta qilgan. Lekin hech kimdan kam qilmagan desam xato bo'ladi. Hammadan yoki do'stlarimdan ko'p qilsa qilgan, hech qachon kam qilmagan. Endi to'g'ri bo'ldi. Chunki do'stlarim bir yilda tanishlarim misol uchun bir yilda bitta kiyim olsa, shuni 2 yil, 3 yil ham kiyardi. Eng kamida 1 yil kiyardi. Lekin onajonim menga bir yilda 2-3 marta kiyim olib berardilar yoki to'la to'kis yedirardilar. Alloh rozi bo'lsin. Ey do'stim, otam yo'q deb nolimang. Sizning onangiz sizga ham ota, ham onaning rolini o'ynab bera oladi.